Okay, that's your shirt? What does it mean? Free the Uyghurs, 2 million ethnic minorities in East Turkestan, China, in concentration camps. Something we got to talk about. You know I'm always going to talk about the real thing. Uyg'ur diyardagi irqiy qirg'inchilik tashqi dunyodagi har sohaning kuchli tanqidiga uchrayotganda dunyo miqyosida millionlarcha masdanlari bo'lgan Amerika davlatlik basketbol birlashmasining sobiq topchilaridan Royce White Uyg'urlarga erkinlik shuarini oshkor ko'tarib chiqib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish qilmishini aybladi. Kundalik chaqirg'u gazetining 13-iyuldagi xabarda aytilishicha, Royce White 2 kun ilgari basketbol komandalari musobaqasining ochilish murosimiga qatnashganda Amerika tomoshabinlarga tanishlik bo'lgan CBS kanali uni maxsus ziyorat qilgan. Ziyorat jarayonida u qo'lida Uyg'urlarga erkinlik degan inglizcha shuar besilgan mayka ko'targan holda muxbirning savoliga javob bergan. Buning bilan butkul suhbat jarayonida uning maykasidagi shuar tomoshabinlarga ko'rinib turgan. Shuning bilan birga suhbat jarayonida u hozir Sharqiy Turkistonda 2 million odam yig'ilish lagerlariga qamilib bo'ldi. Uyg'urlarga erkinlik tilayman. Chunki bu biz hozir tilga olmasak bo'lmaydigan masala bo'lib qelyotidi degan. U keyin o'zining mushu harakati orqali texmo ko'p kishilarning diqqatini Uyg'urlar duch kelayotgan reallikqa jalb qilmoqchi bo'lganligini aytgan. Royce White shu qitimliq ziyoratdan keyin o'zining Twitter betida uchur yo'llab, kishilar adolat va hurlik haqida so'z qilishni biyab ko'rayotganda, biz buni tilga ilishga jur'at qilishimiz lozim. Uyg'urlarga erkinlik degan. Hozircha yolg'iz Janubiy Xitoy sahar vaqti gazetilar bu haqda tafsiliy xabar bergan. Ilgirki vaqtlarda NBA'ning Xitoy hukumatini ranjitib qo'ymaslikka tirishib kelganligi bu qitimqi gazet xabarida Xitoy diktatorlariga xushamad qilib, ularning putiga so'yishdan boshqa narsa emas deb tanqidlandi. It's a new day, it's a new